Bu o'zbek xalqini juda ham ko'pchilikka kerak bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Bundan tashqari akamiz O'zbekistonda hali hech kim qilmagan. Bitta bonus qilib beraman siz obunachilaringga deyaptilar. Bittadan like bosib turinglar, nima bonus qilib beryapsiz aka? Aka, xudo xolasa, O'zbekistonda unaqa yangilik bo'lmagan aka, xudo xolasa, obunachilaringizga aka berdonadan like bosib chiroyli qilib tursa, shunda bonus sifatida 1,5 million so'mlik mahsulotimizni shundoq berib yuboramiz. Yangi mahsulot chiqqan 1,5 million so'mlik. Uni berib yuboriladi. Xudo xolasa berib yuboramiz. Video davomida kuzatib tursa, xudo xolasa, eshigimiz orqasida turibdi, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, eshikning orqasida juda ham kerakli, qiziq mahsulot ekan. Sizlar 1000 ta kommentariyaga yetkazsalaring, shunday bir kishiga berib yuboraman deyaptilar. Telefon raqamlarini ham yozib qoldiringlar, chiroyli komment yozish ham esdan chiqmasin. Agarda yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik, agarda mana kuzatib, agarda mana shu videomiz ostida 2000 ta like, 2000 ta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, mana shu qizil matoni orqasida turgan apparatimizdan ham bonus sifatida berib yuboramiz. Bittasini berib yuboramiz. Bittasini shundoq berib yuboramiz. Bunaqasi bo'lmagan akalar, hali bunaqasi bo'lmagan. Kommentariya, like bong'illatinglar, biz bo'lmasa bu pardamizni olamizda, bu mahsulot nimaligini ko'rsatishni qani boshlaymiz. Qani ket. Bundan tashqari qadrdonlar, toshni tashlaymiz, turbani tashlaymiz, g'ishtni, o'tinni, naqa boltlarni, katta boltlarni tashlaymiz deb ko'rsatishyapti. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsatib qo'ying. Blogerlar mashinalarni tashab maydalaymiz deb ko'rsatdi. Lekin bu narsamiz umuman bu narsalarni chiqarishga maxsus ixtisoslashmagan, boshqa narsani chiqariladi. Buni olib qo'yaylikda, haqiqatdan o'zi aslida nima chiqarishga, nima qilingan, ixtisoslashgan, bitta chiqarib ko'rsatib beraylik aka. Bir boshdan. Bo'ladi, olib qo'yamiz akalar. Sizlar bittadan like, kommentariya bosinglar. Bonuslari hammalaringga nasib qilsin iloyim. Mana akalar, olib qo'ydik. Biz bir boshdan bo'lsam ochaveramiz aka. Boshladik aka. Boshladik aka. Xudo xolasa mana akalar, sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Mana mahsulotimiz hozir aslida bular nimaga chiqarilgan? Tosh maydalash uchun yoki shisha maydalash uchun emas mana. Bitta mahsulotlar ko'rsatib qo'yaylik aka. Bug'doy aka, mana sotali makka, bundan tashqari o't mahsulotlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Ho'l quruq maydalaveradi. Shunday universal bo'ladi. Universal drabelkalar bo'ladi. Nechta tishi bo'ladi? Tishlar aka 24 ta 18 talik tishlar bo'ladi aka. Nechta setkasi bo'ladi? 4 xil nasatkasi bo'ladi aka. Setkasi. Setkalarni bir qator ko'rsatib o'tsak, bu 2 xil donga aka. 2 xil donga, 2 xil o'tga deganimiz buradashib ketdi. Molga qo'yga bu. Molga qo'yga. Hozir donlarki o'zida setkasi turibdi. Hozir bir qatordan chiqib turib ko'rsatib qo'ying. Ana kattaroq, bunisi mayinroq, buni torsa ashitdan chiqadi. 4 xil nasatkasi bor aka. Alishtirish ham qiyin emas. Yo'q, alishtirish ham xudo xolasa aka bitta ko'rsatib o'taylik mashina, alishtirishni. Yonidan bemalol, masofadan bemalol. Osonga. Akalar, Primoy zavodida turibmiz. Olib sotar yoki bitta joydan olib bundan sizdan olib foydalansa ham bo'ladi. Bo'ladi. Foydalanishga ham xudo xolasa bu apparatimizdan berilaveradi. Qilib berilaveradi. Universal drabelkalar. Bunaqa video boshqa chiqmasligi uchun, boshqa chiqmasligi mumkin. Bittadan like bosib saqlanib qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Biz bo'lmasam bir boshdan boshladik. Ko'pchilik ho'lini chiqara olmaydi deyshar ekan. Biz hozir mana bitta ho'li ham bor ekan. Ho'lini ham chiqarib berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik aka. Juda ko'pchilik sholipa holda so'rayapti. Sholipa holda bitta ko'rsatib o'taylik aka. Mashina chiqara olmaydi deyapti ko'pchilik. Mashina juda ko'pchilik chiqara olmaydi deyapti aka. Ishoning, mashina kerak bo'lsa, o't setka emas, don setkasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib bering aka. Akalar, bittadan like bosamiz. Eng qiziqarli joylari bundan keyin hali bonus narsamizni darvozani orqasiga ko'rsatamiz akalar. Bosing aka, chiqaring. Birinchi o'zi don mahsulotlar chiqarib beraylik aka. Ketdi. Nimani chiqaramiz birinchi? Birinchi sotali makkani chiqaramiz. Sotali makka. Ketdi, qarang. Fotografiya. Ana. Bu sotali makkamiz bo'ladi. Endi bug'doyni, bug'doy chiqarib beramiz aka. Endi bug'doy chiqaramiz. Aka, buni bitta tortishini ko'rsatib qo'yaylik aka. Bitta yaqinroq keling, bundaroqdan keling. O'zingiz boqasiz mana, ko'rsating. Ketdi mana. Tortishini ko'ring, tortishini qarang. Voydod. To'g'ri qarang aka, tortishini. To'xtatpingchi. To'xtadi. Ana to'xtadi. Ketdi yana. Yana ketdi. Endi chiqayotgan mahsulot chiqaring, hozirdan chiqayotgan mahsulotni. Do'stlar, qanchalik maydalab olayotganiga o'zlaring baho berib qo'ysalaring bo'ladi. Mahsulot haqida xolis fikrlaringni albatta kommentariyada qoldirish esdan chiqmasin. Xo'p, bu universal drabelkalarimiz bo'ladi. Universal bo'ladi aka. Birinchi o'rinda don mahsulotlar chiqarayotganda ozgina ishlab turishni tavsiya qilamiz. Ozgina ishlab turish kerak. Bemalol aka. Sekin chiqaraveradi. Shunday aka. Mayda qilib yuboradi. Mayda qilib. Endi aka, buni chiqargan mahsulotni bitta ko'rsataylik aka. Bitta ko'rsataylik.
Buni qarang. Un qilib yuboribdi-yu buni aka. Un qilib yuborgan akalar, bu Makkani ham ko'ringlar. Makkani. Xohlasalang to'qqa, xohlasalang. Mana bitta ko'rsataylik aka, chiqqan chiqmagan bitta ko'rsatib beramiz aka. Mana farqi. Buni qarang, farqini aka. Qoyil. Akalar like bossanglar arziydimi yo'qmi? Albatta like bosib o'z isbotlarini qoldirib qo'yinglar. Endi sholipa hol chiqaramizmi? Endi aka sholipa hol chiqarib ko'rsatib beramiz. Chiqaring aka. Ko'pchilik sholipa holdan ag'lishyapti aka. Sholipa hol chiqmaydi deb o'ylarkan ko'pchilik. Chiqaring aka, chiqaring. Sholipa holda chiqaring. Ana akalar. Sholipa holda aka, mana setkalari bor. Aka, o'zi ko'pchilik sholipa holga setka qo'yishmaydi. Bu katta setkasi aka. Bu katta setkasida ham o'zi qiynalib chiqaradi aka. Biz bir yo'l qo'y bopida chiqaraylik aka. Bitta sinovdan o'tkazamiz aka. Qo'y. Qo'y bopida chiqib ketyapman. Xo'p. Zaslonka qopog'ini olib qo'yamiz. Bu don mahsuloti uchun, o't mahsuloti uchun olib qo'yiladi aka buni. Qani ketdi. Zaroda turadi. Ana. Akalar o'zingizga baho beryapsiz. Solib bahoda chiqarolmaydi. Lekin akalarga jo'natib qo'yasizlar akalar bu videoni. Mana sizlarga solib bahoda qanaqangi mayin holatda chiqarib beryapti akalar. Hattoki donni sirkasi ham chiqarib yuborar ekan. Farqi yo'q ekan. Oyim. Zo'r. Endi bitta chiqqan mahsulot. Kattani ham chiqarib yuboramizmi? Kattani ham chiqaramiz aka. Kattani ham chiqarib yuboramiz. Bitta ko'raylik-da, bu chiqqan mahsulot aka. Farqini ko'ringlar aka, mana u tashamasdan oldingi bu chiqqan mahsulot akalar. Mol yeydimi, qo'y yeydimi, qaysi birini yeydi? Qaysinda ko'proq hammasini yeydi degan savolga o'zlaring xolis berasizlar. Javobni. Akalar, bergan yemlaring uvol bo'lib ketmaydi-da xullas. Mayda-mayda qilib chiqarib beraverasizlar. Shunday aka. Kattasini ham chiqaramizmi? Kattasini ham chiqaramiz aka. Mana akalar, molga moslanadi. Setkani olib qo'yildi. Xo'p, endi poyamizni chiqarib beramiz aka, poyamizni. Aka, poyani ham butunicha chiqaraveramiz aka. Butunicha quvvati yetar ekan. O qarang, olib ketishini qarang. Shuni qarang buni. Mana akalar, haqiqiy drabilka qanaqa bo'ladi? Maydalab tornadoga o'xshab olib turib ketdi. Mayda-mayda qilib tashadi. Siloslarni ham bemalol bosaverasiz. Endi aka ichkarini ko'rsataylik. Endi aka ichkarini bitta obunachilarga ko'rsataylik aka, ko'rsataylik. Sexni ko'ringlar, mana ochilyapti eshigimiz. Xudo xolasa, birinchi qo'l joy sexga kiryapmiz. Seximizni bitta ko'rsatib o'tsak endi aka. Xo'p, akalar, bonusimizni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Nima bonus qilib beramiz aka? Aka, mana bonus apparatimiz aka. Bitta ko'rsataylik. Bu bonus apparatimiz aka don mahsulot chiqaradi. Don chiqaradi. Ha. Minilishga, mini bo'lgan faqat don mahsulotini o'ziga tikayotgan apparatimiz aka. Sotaligini ham chiqaraveradi. Sotaligini ham bemalol batdan chiqaraveradi aka mana. Ha, mana shundan kirgizaveradi. Shunday. Yangi mahsulot o'z tan narxi nechi? Tan narxi aka 1,5 million so'm. 1,5 million. 1,5 million so'm. Obunachilarimizga aka jana like bosib turganingiz uchun xudo xolasa bepulga beriladi. Mingta kommentariya bo'lishi uchun bo'lishi bilan kommentariyadan bitta odamni aniqlab olishadi. Nomerlaring, o'sha yerda qoldirgan nomerlaringga aloqaga chiqiladi. Shunday aka. Mingta bo'ladigan bo'lsa, bitta ham berib yuborasizmi? Agarda 2000 ta like dedik, 2000 ta like bo'ladigan bo'lsa aka, xudo xolasa bitta drabilkamizni shundoq bonus sifatida beriladi aka. Akalar, like bilan kommentariyani xudo xolasa bong'illatmasalar ham bo'lmaydi. O'zimizda ishlab chiqarish aka, mana ustolar akalarimiz ishlashyapti. Mahaviyda o'rnatish jarayoni. Mahaviy o'rnatish jarayonini bitta ko'rsataylik. Mahaviyda mana o'rnatilyapti aka. Bu ha mahaviy. Ha, zavodskiy mahaviy. Qalinidan. Ha, terilmagan holat aka bu. Terilmagan holat. Narigisi terilgan holat. Mana terilgan holat, ha? Shunday terilgan holati bu. Zo'r holat. Mana mana shu tushamiz teryaptilar. Setkalar tayyorlash.
Aka, eng nozik joyi shetika. Eng nozik nuqtasi shu bo'ladi, balansni 0 ga olib berish kerak. Balansni 0 ga olib berish kerak. Eng nozik nuqtasi aka. Qolganda mana korpuslar ustakalarni terishyapti, xudo xolasa mana o'zimiz ishlab chiqarib, nazrli stanok hamma stanoklarimiz o'zimizda bor ekan. Nazrli stanok, bu setkalarini qirqishlari yo'llar. Setkalarni qirqishlari, bu setka donlarning setkasi bu. To'maslarning setkasi. Motori necha xil alyuminli misli bor, ha? Xo'p, endi aka motorini alyuminli misli variantlaridan bor aka. 3 xil. Nimasida farq qiladi bular? Xo'p, aka, motorlari ham yangi motordan ochilyapti. Mana yangi korobkadan biz qo'yamiz aka. Aha. Bu 3,5 kilovatligi, bular 6 kilovat kattaroq yuk chiqadi. Kilovat kattaroq. Endi korpus bir xilda bo'ladi. Hozirgi kunda korpusi bir xilda. Faqat motoriga qarab puli o'zgarib ketaveradi. Xo'p, qaysi birini tavsiya qilasiz? Qanaqa xususiyatlari Endi bor? xususiyat aka, bu uchalasi ham 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Bemalol ishlaydi. Bunisi 3,5 kilovatli titan motorimiz bo'ladi. Bunisi Samara 6,5 li. Bunisi misli 6,5 kilovatli bo'ladi. Bular alyuminmi? Bu ikkalasi alyumin, bunisi mis bo'ladi aka. Qaysi biri yaxshi? Endi aka, mis ham alyumin ham qada bo'lib qoldi. Alyumin endi 90% odamga hozir alyumin beryapmiz. Alyumin pastokka ham bemalol ishlab beryapti. Ha, pastokka. Bemalol alyumin pastokka ham masalan kuchanmasdan bemalol oborot olib bemalol chiqyapti aka. Xo'p, pastok bo'lsa alyuminni olishsin. Shunday, agar to'ki baland bo'ladigan bo'lsa, misli tavsiya qilaveramiz aka. Qaysi birini olgani yaxshi? 6000 oborotmi? Aka, 6 kilovatligi eng xato bo'lib qoldi. 6 kilovat. 6 kilovatliga mana shu zavodskiy maxaga qo'yib beryapmiz. 2 qavatli terilgan, pichalari ham. Boltalari nechta bo'ladi? Boltalari 5 tadan 10 ta bo'ladi. Jami 24 ta tishli bo'ladi. Jami 24 ta. 2 qavatli terilgan bo'ladi aka. Tishlari ham kuydirilgan ekan. Tishlari kuydirilgan. Mana shu maxaviyimiz aka, mana shu 6 li variantiga qo'yib beramiz. 6 li variantiga qo'yamiz. Narxi 2,5 million so'm chiqadi. Ha, 6 likka qo'ysak 2,5 million so'm. Mana shu 6 likka qo'ysak 2,5 million so'm chiqadi. Endi u kilovatni quvvati kichkinaligi uchun addenni yengil maxaviy. Ha, yupqaroq ekan bu. Yupqarog'idan buni arzonroq variant aka. Nech pul chiqadi? Buniki aka 2 million 200 ming so'm chiqadi. Siz obunachilaringiz aka 2 million so'm 2 million 200 ming so'm chiqayotgan dravikamiz aka 200 ming so'mdan skidka qilib beramiz. Skidka qilib yubordik. Ha, gap 200 ming so'mdan skidka qilib beramiz. 2 milliondan beramiz. 2 milliondan beramiz. Faqat dastavkasi kelishilgan holat. Ha, dastavkasi kelishilgan holat. Dastavkasi kelishilgan holat. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hammasi. Faqat materiallar yupqalashmaydi. Bir xil bo'ladi. Bir xilda, hammasi bir xilda bo'ladi. Faqat motorni kilovati pichog'ida farq qiladi aka. Pichog'ida motor kilovatda farq qiladi. Har bitta drabilkamizga 4 xil nasatkasini qo'shib beriladi. Mana shu komplektida bo'ladi. Mana shu komplektda nasatkasi bo'ladi. Nasatkasi bo'ladi. Aka, ko'pchilik savol beradi, mana shu qonni turbadan bo'ladimi? Aka, qalin materialdan bo'ladi. 2 qalin materialdan bo'ladi. 2 qalin materialdan bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Oldingi drabilkalarimizni shu turbadan qilardik. Yu setkasi ichida bu xampani bo'shatib, ichidan soqit qiladi. Hozir yangi yutkalarda aka setkasi yonboshdan tushadi. Mana shu bitta ko'rsatib o'taylik-ku. Eng qizig'i aka, masofaga yetalab yurgan baloni bor. Yosh bola ham yetalab ketaveradi. Yetalab ketaveradi. Biz setka tushish jarayonini aka, bitta ko'rsatib o'taylik. Mana. Tashqaridan aka. Oson variantidan aka. Bemalol ko'radi. Ha, masalan, nima desa bo'ladi? Bu bolka ekan bo'shat, yech bo'lmaydi, bemalol setkasi yonida. Ha, bo'ldi. Umuman hali ko'tarib yetkigan. O'shaning uchun bolka akada mahkam qilib qo'ygansiz. Xuddi shunday aka. Zo'r. Akalar bittadan like bosamiz. Olov drabilkalariga kelganmiz. Kimga shunaqangi optim birinchi qo'l joydan drabilkalar kerak bo'lsa, pastga raqamlarni qoldirib qo'yapman. Aloqaga chiqishaveradi. WhatsApp, Telegram bor hamasi. Hamma yo'g'i bor, xudo xolasa, foydalanaman degan akalarga ham arzonroq qilib, chiroyli qilib, optim chakalar. Ha, optim chakalarga ham yengilroq qilib berilaveradi aka. Emblemasdan chiqarib beraveradi. Emblemas chiqarib, xudo xolasa, chiroyli qilib chiqarib beradi. Keyin yana bitta narsani u aytib o'tib ketishdan chiqdi. Motorlar original, keyin o'zi zashni teploshka zashnigi bor. Bitta ko'rsatib o'taylik-da. Mana, teploshka zashnigi bor. O'zi tashavoradi. Nagruska kelsa, nesi o'zi tashlaydi. Bunda ham zashnigi bor, bu tomonda bor. Zashli bor. Nagruska kelsa, nesi o'zi tashavoradi. O'zini o'zi himoya qilib oladi bemalol. Zo'r. Do'stlar, original drabilkalar, original motorlar bilan aloqaga chiqaverasizlar. Shunday.